Açıqsını muvaffaq iste'mol qilib berish, qandagi 3 yuqorini tuvallatib, qon meyi o'rlab ketish, qonning yepishqoqligi o'rlab ketish, jigarni may qoplab ketish, qon besimi, tajisimon yurak kesili va mingi qon tomir to'silishining unumli oldini oladi. Açıqsı ishlatgan materialning o'xshamasligiga asosan kepakning achchiqsi, qo'noqning achchiqsi, olma achchiqsi, sirka achchiqsi bir necha xil turlarga ayriladigan bo'lib, mayli qaysi xil materialdan ishlangan achchiqsi bo'lishidan qat'iy nazar, Uyg'ur tibobatining suddini ichish roliga ega bo'lgan bir xususiyatga ega ozuqliq hisoblanadi. Kepak achchiqsi qandagi may yuqurlarga intayin muvofiq keladi. Olma achchiqsi tajisimon arteriya botuqsimon qatqan do'stlarga muvofiq keladi. Qo'noq achchiqsi qandagi yepishqoqlik ortib ketgan do'stlarga ajoyib yaxshi yoqadi. Bulardan boshqa g'orabdan elingan achchiqsi qon besimi o'rlab ketishdan unumli oldini oladi. Do'stlar, achchiqsi uzoq yillik iste'mol madaniyatimiz jihatda bizga o'zgacha ta'mi bilan taom lazzati berib qolmasdan xalqimizning sog'lomligini saqlashda intayin muhim rol o'ynadi. O'g'avolni achchiqsi qatiq buzyotidi degan nachar ideyani tashlab, mijozingizga beqib ozuqlaning. Agar qon mijoz, safra mijoz, issiqchan bo'lsangiz, achchiqsi butun badaningizni quvvatlaydi. Böğrükünüzde, yürükünüzde, ciğerinizde, mününüzde quvvatlaydi. Achchiqsi bilan yaqin tursangiz sog'lom bo'lib uzun ömür ko'rasiz. Agar so'g'aqchan bo'lib achchiqsi so'g'aq kelib qoldigan bo'lsa, uning muhabbatini birga qatib iste'mol qilsangiz, achchiqsining sizga so'g'aq kelib qolishining oldini olg'ili bo'ladi. Achchiqsining muhabbati nima bilamsiz? U bo'lsa-mu qizilmuch, ya'ni laza. Laza 3-darajada qurg'isiq bo'lib, soğaqchan odamlarning hazmini yaxshilash, qonni jonlantirish, so'qqa eshib qilishdan oldini olish rolini o'ynaydi. Muvofiq laza iste'mol qilib berish salomatlikka foydali. Muvofiq achchiqsi iste'mol qilib berishmi salomatlikka to'liq foydali.